qora tosh. Ammo o'sha tosh jannatdan chiqarilganda oppoq bo'lgan, hajarul abyad bo'lgan. Toshning nuri ila, toshning ziyosi ila Makka atrofi yorug' bo'lgan, hatto kechasi ham. Qarangki, insonlar gunoh, ma'siyat ila tavof qila boshladilar. Atrofida but sanamni qo'ya boshladilar. Atrofida o'sha davrda islomdan avval shirk bo'lgan ishlar, sanamlar, haykallarni qo'ya boshladilar. Hatto o'sha joyda gunohlar bilan, ma'siyatlar bilan tavof qila boshladilar. Oppoq bo'lgan tosh qorayib ketdi. Insonlarning yomon ishlari, insonlarning ma'siyatlari, gunohlari hatto toshga ta'sir qildi. Endi tabiiy holat kishilarga ta'sir qilishligi bordir. Shuning uchun ham bugun har bir inson bir nazar solishimiz kerak. Farzandlarimizga e'tibor qilishimiz kerak. Bizning o'g'illarimiz, qizlarimiz kimlar bilan jo'ra bo'lyapti, kimlar bilan dugona bo'lyapti.